hozir bir mastava shunday qo'y. Men ifodalab beramayotgan bir mastava, ya'ni programma asla chiqmadi bu yerga. Endi qarasam bu yerda men bu programmani kirgizgan edim. Endi bu ulanma holatga o'tgandan keyin rest tema a. Rest tema a degan mush temaning ichidagi a munosabatli programni yozman. Endi bu programni yozishdan burun ustida programmani yoki ulanmani men ulanma emas holatiga kelib qo'yib turay. Ulanma emas holatiga kelib aslik programmam o'lchamlikmi yo'qmi ko'rib boqayli. Hekasak xat nusxasi normal ekan, biroq to'xtanglar, men bu xatning ustidan orliq tashlab etgan, ustidan ma'lum orliq tashlab etgandim programmada masalan yo'qmi ko'rayli. Rest tema, font size, color, margin top. Mana margin deb qo'yapti-ku. Margin degan mau ustiga kirib bilan oldidagi mau tashlandiganlik qarta. Ya'ni navbatki div bilan boshqa bir divning orasidagi tashlandiganliklarni ko'rsatadi margin deganimiz. Yo'qimiz betninki bet bilan divning o'rilishi holidagi tashlandiganlikni. Xatninki, ya'ni mush divning ustidan xatga cho'g'arlikni tashlayman deyotganmiz. Qanday qilamiz programmada padding ishlatdik. Mana xato berib qo'yaptik. Shumayaga paddingning mana shunday parametrlar bor, padding top, mana bu shaklimiz md ko'rib boqay, mana. Md orliq tashildi-ku, shunday-ku. Mana bir programmada xatolashibdik. Md o'g kelgancha, ya'ni ulanma qilgan vaqtda shilpiga o'g kelgancha buninki floatsi right bo'lsin, o'ngga to'g'rilansin. Text declarational none bo'lsin, ya'ni yo'q bo'lsin. Color biz bergan bir parametr qimmat bo'lsin. Mana shu qimmatni deb turaylik. Undan keyin font familiyasini ko'chirib bilan eklayman. Albatta Unicode system bo'lsin. Font familiyasi albatta Unicode system. Font size 13 px bo'lsin. Emasdan ba'zi torbetlarda xatning ko'rinish bir xil, mousni kelgan bir xil o'zgartirgan narsalar bor. Biz shu vaqtda ishlatgan vaqtda mayatki xatning razmerlarini cho'ng kichikligini xohlagancha o'zgartirsam bo'ldi. Men hozir ma programmani hamda ulanma holatiga kelay. Ulanma holatiga keldi. Saqlab etganning yoqmani yengilsam ma'qul shaklga keldi hozir. Shundaq-ku? Ma'qul shaklga keldi. Bu yanılam o'xshash programmamiz ijro bo'lmagan ko'rinishda turdi. Programning oxirini davomli yozaylik. Buning bek masli yo'q. Chunki biz programni to'g'ri yozyapmiz. Endi rest tema a hover bo'lsin. Hover, ya'ni mouse kelganda degandek shunday harakatli holatni ifodalamoqchi. Hover bo'lganda floatga o'xshashlar. Bu floatni qayta yozmasak ham bo'ladi, asli float right text declarational non asli buni qayta yozib o'tirishning o'rni yo'q. Faqat colorsni o'zgartirib qo'ysak ham bo'ladi. Colorsni ma'qul rangga qo'yay. Mushqalarlar turib tursin. Endi buni saqlab etganning yoqi betni qo'zg'atay. Qo'zg'atganning yoqi bizga hozir hech qanday o'ga seplangan parametr yo'q. Programmani qayta yanglab boqay. Yangilsam o'xshashlam ijro bo'lmaydi. To'xtanglar, ba'zi yerda xato. Bir yerdan xato qildi qo'yg'ay. Programga kirdim. Rest tema a hover. Rest tema a. Hech qanday bir xatolik yo'qdek. Unda qo'smani qo'zg'atdim. Qarasam bu o'rindan programmada masli yo'q. Rest tema to'g'ri. Mana bu yerda bir a-ni, e-ni a yozib qo'yapti, shundaq-ku. Mana bu a yozib qo'yapti. Amaliyotda shu bir xatolik bizni avar qilibdi. Yangilisam xat o'zgardi, mana yenivatadi degan gap, shundaq-ku. Xatning rangi degandek narsa. Ostidagi siziqmi yo'q edi. Amaliyotda ma'nonda mush rangdan boshqani almasaqmi bo'ladi. Hover, ya'ni mouse kelgandek holatiga rangdan boshqani almasaqmi cho'ng o'zgarish bo'lmaydi. Shundaq belgilaymiz. Belgilagandan keyin biz bu yerga temaga munosabatli narsani bekitib oldik. Buningki o'ng tarafida ozroq orliq tashlab qo'yaylik. Bu orliqni yana mush paddingdan tashlaymiz.
padding right 9px tashlab qo'yay, 9px. Tashlaganning yoqma qarsam xat o'ngga taqshyapti ekan. O'ngdan biroz orliq tashildi. Demak, mushak bir temini yozsam bo'ladi. Ama shu temiga munosabatli narsani mushta bekitisizlar.